Hozirgi kunda ota-onalar nimani xohlashadi o'zi? Farzandim mendan ko'ra yaxshiroq yashasin deyman. Buni amalga oshirish oson emas. Texnologiyalarni to'xtatib bo'lmayapti. Farzandlarimizni qiziqishi bizga begona. O'qituvchilar juda eski tizimda ishlashyapti. Kimga ishonish kerak bilishmaydi. Eng muhimi qayerdan boshlash kerak. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan men tajribali psixolog metodist Po'latova Zarina va podkastimiz mehmoni Avasoft IT kompaniyasi, Codicam va Junior IT akademiyasi asoschisi Azimxon Xudoyberdiyev. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi Azimxon? Yaxshi, rahmat. Bugun siz bilan o'sha hozirgi kunda mashhur bo'lgan terminlardan bittasi IT haqida gaplashamiz. Siz o'zingiz juda tajribali aytishniksiz. Bundan tashqari o'zingizni IT kompaniyasi bir emas, ikkita IT akademiyaga asos solgansiz. Shu haqida bizga juda qiziq. Faqat bizga emas, ota-onalarimiz, o'quvchilarimiz ham qiziqishadi. Shunga siz bilan bugun gaplashsak. Taklif yo'li uchun rahmat. 2018-yildan beri IT kompaniyamiz faoliyat yuritayotgan bo'lsa, undan keyin shu ITda ta'lim sohasida ham shu Codicam va Junior IT akademiyalari bor. Aslida bu bitta akademiya, faqat shu bittasi offline formatda, bittasi online formatda. Shu ITda ta'lim, ya'ni ITni o'qitish sohasida o'sha 2022-yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsak, 3 yillik tajribamiz bor ekan. Ta'lim sohasida. Ta'lim sohasi. ITda bo'lsa 2018-yil kompaniya bo'lsa, men o'zim tegi 9-sinfdan beri, dars 9dan emas, 7-sinfdan beri birinchi saytimni qilgan paytlarim bo'lgan. 9-sinfda maktabda informatika bo'yicha olimpiadaga chiqqanman. O'shanda kod yozish o'shanda boshlangan. Ya'ni o'zimga yoqqan programma bu nima bo'lgan? Kvadrat tenglamani Pascal dasturida ishlash. Ya'ni bizga anaqada matematikada kvadrat tenglama beriladi. X kvadrat plus minus bx plus minus c bo'ladi. Teng 0 bo'ladi. x1 x2 ni topish kerak. Buni biz ishlash uchun maktabda endi vaqt ketkazamiz. Birinchi determinator topiladi, keyin u bo'linadi, keyin x1 x2 chiqadi. Shuni programma 0,3 sekundda, 0,1 sekundda qilardi, masalan. Biz buni bolalar bilan 5-10 minut ishlab o'tirardik. Imенно o'sha payt men o'sha dasturlashda qanaqadir kuch borligini o'sha payt ko'proq sezganman. Qarang, 7-sinfda kirib kelgan ekansiz. O'zi IT degan terminni o'sha payt bilganmisiz? O'sha payt ham bor edi. O'zi IT informatsion texnologiyalar bizda misol uchun o'sha payt bilardim. TATU degan universitet borligini, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. O'sha payt bilardim, lekin uncha yaxshi tushunmas edim. IT nima deganini, misol uchun endi kinolarda ular masalan hakerlar bo'lishadi. Masalan programma nima, dastur nima uncha yaxshi tushunmas edim. Ungacha boshlaganingizda maktabda qiziqib o'qiyapsiz. Ota-onangiz aytishnik bo'laman deganingizda qanaqa qarashgan? Yo'q, qo'y, bu neizvestno, tем более u payt. Yo'q, o'zi aytishnik bo'laman degan narsa menda bo'lmagan. Bu narsa anaqa bo'lgan, hobbi bo'lgan. Misol uchun shu narsaga masalan qiziqqanman, no parallel yana meni hobbilarim bo'lgan. Misol uchun men endi yoshligimda juda ko'p anaqalarga borganman, krujoklarga, sport turlariga. Taekwondo, karate misol uchun hammasidan pasportlarim bor, 3-4 ta poyezlarim bor misol uchun. Undan tashqari plavaniya, futbol misol uchun. Mana shu maktab paytida ham bu как menga anaqa bo'lardi, hobbi bo'lardi. Darsdan tashqari qiladigan ishim. Adak undan tashqari boshqa joylarga ham borardim, ya'ni ITdan tashqari. Uyimdagilarga bu narsa oddiy hol bo'lgan, ya'ni men aytishnik bo'laman demaganman. O'zim ham birinchi xohlaganim harbiy bo'lmoqchi edim. Menda qiziqish bor edi. O'sha maktabni bitirgandan keyin harbiy internatga berishmoqchi edi. Menda ham xohish bor edi, qiziqardim masalan shunaqa narsalarga. Keyin oyimlar yo'q deganlar, qarshi bo'lganlar. Undan keyin diplomatiyaga, anaqaga, MOga kirmoqchi bo'lganman. Menda o'zimning xohish bo'lgan. Chunki Westminster litseyda o'qirdim, u yerda atmosfera shunaqa edi. Keyin Westminster 3-kursida menga Westminster diplomatiyali qiziq bo'lmay qolgan, ko'proq o'sha IT ni o'qigim kelib qolgan. Bu ham o'sha payt litseyda 2-kursda olimpiadaga borib kelganim bo'lgan. U yerda sal murakkabroq dasturlar qilingan u olimpiadada. O'shandan keyin 2 yil 3 yil o'qib, 4-6 yil ishlab, 5 yil
programmirovaniyani o'qishim kerak ekan degan narsa miyada shakllangan. Hech kim bunga qarshi ham bo'lmagan. Oilada hamma naborot qo'llab-quvvatlagan. IT hozir ota-onalar uchun, katta pokoleniya uchun ozgina neizvestni. Ota-onalarimizda ishonmaslik. Nima o'zi bu? Hozir kompyuterdan naborot telefondan men uzoqlashtiryapman. Endi o'zimni qo'lim bilan tiqib qo'ymaymanmi battar? degan savollar berishadi-da. Qo'rqishganiga, ishonmasligiga arziydimi? Aslida endi hamma ham qo'rqmaydi. Ya'ni kimlar qo'rqadi? O'sha IT haqida yaxshi bilimga ega bo'lmagan ota-onalar bundan qo'rqishadi. Bu yerda birinchi o'rinda IT haqida bilimga ega bo'lish kerak. Ota-ona ham bazaviy bilim bo'lsa ham, misol uchun IT o'zi nima, dasturlash nima, dasturlash tillari nima va nima ish qiladi. Dasturlash tilini bilish shart emas. Dasturlash tili qattiq qo'llanadi, baribir ota-ona bilish kerak deb o'ylayman, agar bolasini dastur chiqmoqchi bo'lsa. Qo'rquv ma'lumot yo'qligidan, o'sha ma'lumotni bilmasligidan paydo bo'ladi. Hamma ham maktab yoshidagi bolalarni akademiyamizga olib kelishayotganda dasturchi bo'lsin deb olib kelishmaydi. Aksincha, telefon va kompyuterdan chiqish yo'li ekan shu etiklari bo'yicha deb olib kelishadi. Shunda siz nima degan bo'lardingiz? Qanchalik biza telefon va kompyuterdan chiqarishda yordam bera olamiz? Bizani o'quv markazi. Bizani maqsad telefon va kompyuterdan chiqarish emas. Bizani maqsad telefon va kompyuterdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish. Ya'ni o'sha odamda ma'lumot bo'lmasa, nimadan qanday to'g'ri foydalanishni bilmaydi. Ya'ni ma'lumoti yo'q. Uni birinchi qanaqadir ehtiyojlari уже qondirilayotgan bo'lsa, undan уже как бы odam foydalanaveradi va buni foydali yo'lini biz beramiz. Ya'ni qanday to'g'ri foydalanishni biz o'rgatamiz. Ya'ni faqat iste'molchi emas, ya'ni o'sha agar har bitta dasturni biz misol uchun undan foydalansak, foydalanuvchi bo'lsa, biz bolalarga shu dasturni yaratishni o'rgatamiz. Ya'ni foydalanuvchilar foydalanadigan dasturni, ya'ni qiymat yaratishni desa ham bo'ladi. Ota-onalar olib kelishadi-da, bolalarini, "Xo'p, men hozir olib kelaman, sizlarga beraman o'qishga. Necha yoshda bolam dasturchi bo'ladi? Necha yoshda sizlar dasturchi qilib berasizlar?" deyishadi. Men aytaman, dasturchi qilib berish emas, biz dasturchilik bilimini beramiz. Dasturchi bo'lish bolaning o'zidan deymiz. Shu narsaga fikringiz qanaqa? Necha yoshda bola muvaffaqiyatli dasturchi bo'ladi? Bu savol o'zi mana shu ta'lim sohasiga kirganimdan beri bor. Ya'ni hozir уже bu savol kamaygan, sababi ota-onalar уже to'g'ri qabul qilishyapti. Masalan, ma'lumotga ega, ya'ni уже qo'rquv ancha kamaygan. Qo'rquv kamaygan sari odamlar bolasini IT ga o'qitish boshlaydi. Ya'ni o'sha ko'proq ma'lumot olgan sari. Boshida endi bizda nima bo'lardi? Bizda birinchi o'quv markazimizni ochganimizda bizda fokus kattalarga qaratilgan bo'lgan. Ya'ni talabalar va kasbini o'zgartirmoqchi bo'lgan mutaxassislarga dasturlashni o'rgatish bo'lgan. Va o'sha paytda ko'p o'quv markazlarida marketing qanaqa bo'lardi? Marketing o'tda sandan dasturchi qilib, sani ish bilan ta'minlaymiz degan narsa juda ko'p bo'lardi. Shuning uchun odamlarda shu narsa o'tirib qolgan, ya'ni miyasida dasturlash kurslari dasturchini ish bilan ta'minlab beradi va o'sha dasturchi qilib, tayyor qilib chiqarib beradi. Aslida ular faqat ta'lim beradi, o'rgatadi. Bola o'rgansa, shu barcha berilgan bilimlarni qo'llasa, dasturchi bo'ladi. Endi biz kattalarning misolida aytamiz, bolalarda esa bolalarga o'zi nima deydi, 8 yoshli bolasini olib kelib, menga 1 yildan keyin dasturchi kerak degan ota-onaning o'zi savodsiz bo'ladi. Ya'ni bunaqa 1 oydan keyin deyishadi. 1 oydan keyin sen bo'ladi. U naborot aytish kerak, bolam misol uchun vaqtini foydali narsa bilan o'tkazsin deb, bolamga bolam yangi bilim olishini xohlayman deb berish kerak. Ya'ni shu maqsadda. Bolamdan dasturchi qilib bering emas, sababi bolalarga bu narsani o'rgatsak, baribir ertaga borib ishlamaydi. Lekin misol uchun o'zingiz ham ko'rasiz, bizning bolalar juda yaxshi proyektlar qilishadi. Juda yaxshi proyektlar qilishadi. Kelajakda bu ularga katta turtqi bo'ladi. Ya'ni o'zi e'tibor bersangiz, misol uchun bolalar proyekt qilib olib chiqishi bizda yaxshi yo'lga qo'yilgan desa bo'ladi
lekin buni aslida mevasi kelajakda keladi, sababi ular ancha katta bo'lib 17-18 yoshda o'zini proyektlari loyihalariga asos solib O'zbekistondagi milliarderlar bo'lib ketishligisi mumkin o'zi aslida bundoq olib qarasa. O'shanga bolaga yoshlikdan shunaqa narsalardan foydalanishni o'rgatish bu faqatgina foyda uning kelajagi uchun. Birinchi ishga kelganimda bir oy ichida ota-onalardan zapros tushardi-da. Bir oy ichida uzunmi saytini qilib berishadimi bolalarim deb programmistlar aytishardi. Bir oy ichida emas, biz 1-2 yilda qila olmaymiz-ku bunaqasi katta saytni deyishardi. Lekin aytganingizdek, hozir ancha ota-onalar informirованный bo'lib borishyapti-da. Keyin kuzatyapman. Bizga hozir 8-9 yoshli bolani olib kelishdi. O'qiyapti bola. Loyihasini qilyapti. Loyihali taqdimot qilyapti. Unda faqat IT biror narsa qilish, yasashdan tashqari qanaqadir ko'nikmalar rivojlanyapti. Omma oldida chiqib gapirish, taqdimot qilish, bu katta narsaligini ota-onalar hammasi ham srazu anglamaydi. Men aytaman, bolalar bir oy oldin mana shunaqa gapira olarmidi sinfdoshlarini oldida deyman-da. Siz qanaqa qaraysiz? Qaysi ko'nikmalar rivojlangan bo'lishi kerak aytishniklarda? ITni o'rganish uchun o'z bolalarda masalan bizga juda ko'p bolalar kelishadi, hali mana shu o'zini ichki soft skills deymiz, shu ko'nikmalari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bu ya'ni kommunikatsiya qilish, ma'lumot qabul qilish, ma'lumot almashish va shu qobiliyatlarni o'stirish maqsadida biz o'zimizning IT akademiyalarimizda prezentatsiya qilish degan narsani qo'yganmiz. Ya'ni har oy oxirida bolalar ota-onalarning oldida shu oy davomida nimalarni o'rgandi, nimalarni qildi va shularni taqdim qilib, o'sha barcha o'zini o'rtoqlari va ota-onalarni oldida o'zini loyihasini prezentatsiya qiladi. To'g'ri aytasiz. Bizda to'g'ri yo'lga qo'yilgan deb o'ylayman. Yaqinda o'tgan yili olimpiadada bo'ldik. Ko'rgan bo'lsangiz, taqdimot qilishga o'rganib yurgan, regularni taqdimot qilgan bolalar chiqdi. Taqdimot regularni qilmagan bolalar chiqdi. Ikkalovi ham ITni bir xil bilishi mumkin. Даже taqdimot qilishga o'rganmagan bolalar ko'proq bilishi mumkin-da. Lekin taqdimot qilib yurgan bolalar ustunroq ko'rinadi. Nimaga? Chunki ular gapirishga o'rgangan, qilganini faqat orqa backstage'da emas, oldinda gapirib berib, shuncha narsa qildim deb ko'rsatib berish ham bitta mahorat. Shu uchun gapira olish ko'nikmasi ham bu muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishida juda katta yordam beradi deb o'ylayman. To'g'ri, fikringiz qanaqa sizda? Fikringizga qo'shilaman. Shu muvaffaqiyatli odam bo'lish uchun, ya'ni o'zini loyihasini boshqalarga to'g'ri taqdim qilishni bilish kerak va o'shandagina muvaffaqiyatli loyiha yarata oladi. Albatta. Azimxon, hozirgi bizga kelayotgan bolalar asosan 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. Siz o'zingiz 7-sinfdan boshlaganman dedingiz. Hech shunaqa narsa o'tganmi? Qaniydi vohaliroq boshlasam, shu 7 yoshga kelayotgan bolalarni ko'raman. Ba'zida havosim keladi. Shu 8-9 yoshli bola shuncha narsa qilyapti. Men bunaqa yoshimda kitob o'qib yurardim maktabda, endi 2-sinfda bunchalik narsa qila olmasdim, gapira olmasdim degan xayol o'tadi. Sizda ham bo'lganmi? Vohliroq boshlasam, ko'proq muvaffaqiyatga erishgan bo'lardim degan. Albatta bo'lgan. O'zi aslida shu maqsadda biz o'sha boshida aytib o'tganimdek, ITda ta'lim berishni biz yoshi kattalardan boshlaganmiz, ya'ni o'zini kasbini o'zgartirmoqchi bo'lganlardan. Va bilganmiz, ularda juda motivatsiya, kayfiyat o'zgaruvchan, ular juda dangasa, puli qolmasa уже ta'lim haqida o'ylamaydi. O'shaning uchun biz bolalarga o'tganmiz va mendagi o'sha o'zimdagi ham og'riq desa bo'ladi, ya'ni farzandim menga o'xshab yashamasin deyman. Ya'ni buni bolalikdan o'rgansa bo'ladi, lekin bu narsa tashkil qilinmagan. Ya'ni bu narsani to'g'ri tashkil qilinmagan. Endi umuman tashkil qilinmagan desa ham bo'lardi, chunki davlat programmasida informatika 5-6-sinfdan, bizda 6-sinfdan bo'lgan informatika.
bizada 5-sinfda ham bo'lmagan, bizada 6-sinfdan bo'lgan. Informatika 6-sinfda bolaga Windows kompyuterida рабочий stol, papkalar, korзина ochish kurslari. Bu mishka, bu printer deb turibdi. Ya'ni bizada hozir 7 yoshli bola, 6 yoshli bolaga o'rgatamiz. Bizada 7 yoshli bola уже sayt qilyapti-da. Juda katta farq bo'pti. Bu bolalarni kelajakda muvaffaqiyatga erishishi sizdan 10 yil oldinroq bo'ladi. Shunaqa yoki kamida mendan o'sha misol uchun men agar buni vaqtliroq boshlaganimda, balki men umuman boshqa narsalar qilayotgan bo'lardim hozir. IT kompaniyasi bor. Bir necha yillardan beri ish yuritadi. Shu IT kompaniyada nechta xodimingiz bor? Именно aytishniklar va ularning daromadi sir bo'lmasa qancha? Chunki juda ko'p savol bo'ladi shu haqida. Hozirgi paytda bizning IT kompaniyada 10 dan ortiq xodim ish yuritadi. Undan tashqari bizda proyektlar olinganda, agar proyekt kattaroq bo'lsa, biz kontraktnik olamiz, ya'ni kontrakt asosida qo'shimcha ishchi olamiz proyektga. O'sha kontraktniklarimizda bir 30 ta 50 tadan oshiq kontraktnikimiz bor bazada. Endi hozirgi paytda mana shunaqa formatda ishlab kelyapmiz. O'rtacha oylikni menimcha hamma headhunterlardan qarab olsa bo'ladi. Endi o'rtacha o'sha 500 dan boshlanib 1,5 ming, 2 minggacha bor oylik. Nimaga bunaqa savol berdim? So'rashadi, aytishniklar rostdan ham ko'p pul topadimi? 5-6 ming dollar topadimi? Nimaga именно ITning atrofida bunaqa ko'p pul aylanadi? Masalan, men psixologman. Psixolog bo'lish uchun 2011-yildan beri o'qiyman-da. Bo'lish uchun emas, o'qiganman 2011-yildan beri va haligacha amaliyot qilib kelaman. Aytishniklar bilan solishtiraman o'zimni. Ular men aytmayman, ular o'qimaydi deb. Lekin определённый tillarni bilsa, nimadirlar qila olsa, bo'ldi, 5-6 ming dollar topa oladi, shu rasmi. Buni endi aytishnik bo'lishni har xil yo'li bor derdim. Endi bu meni fikrim. Aytishnik bo'lib ishlash, dasturchi bo'lib ishlash bu eng boshi, ya'ni eng boshlang'ich etap. Agar tajriba bo'lmasa, dasturchi bo'lib qayerqadir ishga kirib ishlash kerak. Aytishnik bo'lib ishlab qolish endi hammaga har xil, kimgadir yoqadi. Lekin ko'pchilik dastur yaratishni o'rganib olgandan keyin o'zi qanaqadir kompaniya ochadi, loyihaga asos soladi, qanaqadir produkt ishlab chiqarib, uni bozorda ishlatadi. Misol uchun biz ishlatayotgan juda ko'p dasturlar, bular kimnidir dasturlari. Biz masalan ularga pul to'laymiz, masalan o'shandan foydalanganimiz uchun. Bu masalan har xil dasturlar bo'lishi mumkin. Endi oddiy misol qanaqa? Masalan Yandexdan ovqat zakaz qilamiz, taksida yuramiz, to'g'rimi? Masalan o'shani anaqalari, komissiyalari yig'ilib, u kompaniyalarning qiymati juda katta. Misol uchun PayMeClickdan foydalanamiz, har gal foiz oladi bizdan. Misol uchun endi bundan bir 30-40 millionta odam foydalansa, ya'ni kuniga juda katta pul topishadi. O'shaning uchun daromadni buni faqat ishga qarash kerak emas. Ya'ni bolam dasturchi bo'lib ishlab 5-6 ming topadi deb o'ylash kerak emas. Bolam dastur qilishni o'rganadi, loyihasini taqdim qilishni o'rganadi. Bu degani kelajakda milliard dollarlik kompaniyaga asos solish mumkin degani. Ya'ni to'g'ri anaqa qilib, programma qilib va uni to'g'ri taqdim qilib. Ishga kirish bu eng past darajasi deb bilaman. Ya'ni o'sha eng pastida ham misol uchun ancha-muncha pul topishsa o'sha endi ishga qilayotganda, kirayotganda 300-500 dollar atrofi. Bu yog'iga endi tajribaga qarab, lekin 5-6 mingga tez kelib qolmaydi. Ota-onalar bu yerda ham noto'g'ri o'ylashadi. 5-6 ming olayotgan dasturchilar bor, ularning tajribasi 5-6 yildan oshiq. Ya'ni sohada katta tajriba bo'lish kerak. Да, bugun учебный центр bitirib сразу 5-6 ming dollar topmaydi. Lekin 12-13 yoshli bolalar o'zini saytini qilib, o'zini degani proyekt olishyapti zakazgada 300-400 dollarga sotishyapti. Havosim keladi. Почему бы нет, да? 9-10 necha yosh shunaqa? Da, 9-10 sinfda o'qiydi maktabda. Sinfdoshlari balki qora ishchilik qilayotgandir. Hozir ishchi aybi yo'q. Lekin bu ota-onasi bergan to'g'ri investitsiya qilgani uchun
уже shu yoshida shuncha pulni topyapti. Shunaqada. Keyingi yana sizga savolim juda qiziqtiradi. Mehnat bozorida O'zbekistonda qanchalik talab bor 15-17 yoshli dasturchilikka endi qadam qo'ygan yoshlarga? 15-17 yoshlilarga mehnat bozorida ish emas, tajriba oshirish, endi tajriba oshirish demaydi, buni amaliyot o'tish desa bo'ladi, internship. Katta kompaniyalarda, katta IT kompaniyalarda amaliyot o'tish bor. Unga o'sha Bularga nima beradi? Bularga nima beradi? Ya'ni to'g'ri bepuliga ishlaydi, qaysi joylarda ozgina pul ham beradi. No, u yerda puliga qarash kerak emas, u yerda tajriba olinadi. Ya'ni IT kompaniya o'zi qanaqa bo'ladi, birinchi tajribasi, birinchi o'zini jamoasi, birinchi uni vazifasi, qanaqadir vazifa oladi. Shuncha masalan IT ni o'rgangan, bilgan, endi qanaqadir vazifani olib qilib ko'radi. Birinchi tajriba bu albatta yaxshi. Ya'ni 15-17 yoshlilarga men ko'p deb aytmayman, sababi katta kompaniyalar o'sha 18 yoshdan buyog'ini qaraydi. No, o'shanda ham topsa bo'ladi, ya'ni bepuliga amaliyot o'tayman, qo'limdan ish keladi deb turib ishontirsa bo'ladi ish beruvchilar, sababi meni ham oldimga juda ko'p yosh bolalar kelishadi. Olasizmi? Men proyekt berib ko'raman, ya'ni men yo'q demayman, proyekt berib ko'raman. Ko'pchilik o'shani qila olmaydi. Ya'ni u qiyin proyekt emas, o'sha payt menda qanaqa proyekt bo'lsa, masalan, qanaqa ish bo'lsa, qaysidir o'sha ishni men parallel o'zimni ishimga bergan bo'laman. O'sha ishni xuddi o'sha bolaga beraman. Ya'ni men qilib ko'r, real proyekt, tajriba orttirib ko'r deyman-da. Agar shuni qila olsang, kelsang, keyin gaplashamiz deyman. Ya'ni uni qilish uchun как бы sabr talab qilinadi, o'tirish kerak, o'rganish kerak. Azimxon, bitta narsa so'rayman. Ikkalamiz siz ham men ham aynan metodika ustida, mentorlarning tajribasini ustida ishlaydigan odamlarmiz. Mana bugun siz bilan ko'rishib, mana shu savolni berish payti ekan. Kozikka yoki Junior akademiyasi, IT akademiyasi mentorlarini boshqa IT учебный sentrlardan farqi, главный farqi. Agar umumiy olib qarasak, bizda o'quv dasturi yagona, ya'ni barcha mentorlar bitta programma bo'yicha dars beradi. Boshqa o'quv markazlarida barcha mentorlar har xil dars berishi mumkin va bu ta'lim sifatiga ta'sir qiladi. Bizda bu narsa sifatli bo'lishi uchun, ya'ni bizda dastur yagona va bizda ta'lim shu xalqaro metodika asosida qilingan. Shuning uchun va bizda mentorlar doimiy yaxshi dars berishi uchun biz ularga o'sha dars berish metodikalarini o'rgatib kelamiz. Doimiy ularning ustida ishlab boramiz. Bolalarga o'qitishimiz kerak bo'lgan o'quv programmalarimiz va mentorlarimiz nima talablarga javob berishi kerak o'zi? Qanaqa talablari bor oldilarida? Avvalambor dars berish uchun odamda dars berishga xohish bo'lish kerak. Ya'ni dars berish xohlamagan odam dars berishni noto'g'ri deb bilaman. Ya'ni ko'pchilik demayman, ayrim insonlar pul uchun, misol uchun, bularni oyligi yaxshi ekan deb dars berishadi. Bunaqa qilish kerak emas. Odam xohlab dars berish kerak, bo'lmasa vaqtini bekorga ketkazgan bo'ladi agar pul uchun kelayotgan bo'lsa. Ya'ni bekorga vaqtini ketkazadi, bekorga mas'uliyat oladi. Sababi odam o'qitish bu mas'uliyat olish. Mas'uliyat olgandan keyin ya'ni odamni o'ziga qarab, ya'ni shu mas'uliyatni qabul qilish, qabul qilmaslik bo'ladi. Yaqinda kandidatlar ko'p keladi. Kecha bitta kandidat keldilar-da, aytibdilar, nimaga imенно o'qitishni tanlayapsiz? Siz oldingizda bor yo'l, borib variant vыбор bor, borib aytishnik bo'lish, dasturchi bo'lish. Nimaga siz kelib учебный sentrga olib qarasa, o'qituvchilikni tanlayapsiz desam, aytib qoldilar, оказывается, hozir odamlarda shunaqa fikr bor ekan. Учебный sentrda ishlayotgan aytishniklar, programmistlar aslida programmist emas, programmist bo'lolmagani uchun borib учебный sentrda ishlayapti degan. Lekin eshitib turibman-da, shu narsa noto'g'riligini men isbotlamoqchiman dedilar. Qanaqa qilib isbotlamoqchisiz desam, IPAM, Uzinfocom, Exadel
kabi katta katta kompaniyalarda hozir O'zbekistondan mahalliy aholilar, ya'ni o'zimizni programmistlar emas, o'qiyotgan chetdan, Rossiyadan, boshqa SNGni boshqa davlatlardan jalb qilib ishlatishayotgan ekan. Keyin aytyaptilarki, men shu narsaga qarshiman deyaptilar. O'zimizda qancha kuchli bolalar bor, programmist bo'lmoqchi bo'lgan. Bizda nima realni yetishmaydi? Bizda ITni yaxshi, tajribali o'qitadigan pedagoglar yo'q deyaptilar. Va shu moment men ular bilan to'ppa-to'g'ri deb qo'shildim fikrlariga. Nimaga? Rynokda, haqiqatda O'zbekiston bozorida, mehnat bozorida ITni o'qitadigan pedagoglar yo'q. Va bizani akademiyada именно ITni o'qitadigan pedagoglarni tayyorlayotganimizdan yana ham g'ururlandim. To'g'ri yo'lda ekanmiz. Bekor gap ekan, учебный centrda programmistlar emas, juda kuchli pedagog programmistlar bor ekan, aynan bizani akademiyada deb uверенно olib kelishsa bo'lishar ekan ota-onalar deb o'yladim. Yana bir marta ishonch hosil qildim. ITni bolasiga o'qitmoqchi bo'lib turgan, boshlamoqchi bo'lib turgan ota-onalar nimadan boshlash kerak ishni? Qayerga murojaat qilishligi kerak? Oldin ikkilanish bo'ladi ota-onalarda. A vdrug yoqmay qolsachi, tashlab ketsachi, angliyskini tashlab ketganda, matematikani tashlab ketganda deb ikkilanishadi. Shunda siz nima maslahat bergan bo'lardingiz? Agar ota-ona ikkilanayotgan bo'lsa, ya'ni bizda birinchi dars, misol uchun probniy dars, bola kelib darsda qatnashib ko'rsa bo'ladi, dars unga yoqadimi yo'qmi, va bizning xodimlar o'zi kursni taqdimot qilib berishadi ota-onalarga. Va o'shanda ham bola o'zi qiziqishi kerak, agar unga qiziq mavzular chiqsa, va uni birinchi darsga berib ko'rish kerak bolani. Lekin o'ylayman, o'zi barchani, masalan, ota-ona oldindan bilmaydi bolasi nimaga qodirligini, ya'ni bolasini qo'ldan nima kelishini ota-ona bilmaydi. Endi bu yerda xato qilishdan qo'rqish kerak emas, bolani berish kerak. Bola borib ko'rsin, masalan 1 oy ko'ring, 2 oy ko'ring, 2 oyda bo'lmasa 3 oyda ko'ring, lekin bizning ota-onalar hammasi birinchi oyda hammasini ko'rishyapti, bolasi nima qilyapti, qo'lidan nima kelyapti. Srazu wow bo'ladi. O'shanga bolani faqat berish kerak deb o'ylayman. Faqat IT ga emas, boshqa joylarga ham berishsin, lekin meni fikrim IT ga berishsa bolada ko'proq kreativlik, ko'proq fikrlash, boshqa joylarga qaraganda ko'proq o'sadi, ko'proq rivojlanadi. Xo'p, ITni tanlashadi, qo'rqishmaydi. Tanlayotganda o'quv markazi nimalarga ahamiyat berishligi kerak? Biz aytolmaymiz, faqat Codecamp tanlang. Chunki nimaga deyishadi? Chunki deb nimaga ahamiyat berishni aytib o'tishimiz kerak. Boshqa o'quv markazlari bilan ham solishtirib ko'rishsin. Biza noto'g'ri bo'ladi aytsak, faqat bizani tanlaylar. Yo'q. Siz mana tajribangizdan kelib chiqib, ota-onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nimaga e'tibor ko'proq berilishi kerak? Bolaga IT kurs tanlayotganda endi nimaga e'tibor berish kerak desangiz, birinchi o'rinda o'quv dasturiga o'zi nimalar berilyapti, dasturiga nima kiritilgan, u yerda berilayotgan texnologiyalar aktualmi, aktual emasmi, buni ota-onalar hammasi o'zi ham tekshirsa bo'ladi. Endi men o'zim IT sohasida bo'lganim uchun, ya'ni men o'zim bilaman, o'zim shuni tashkil qilganman, bizda eng aktual texnologiyalar beriladi. O'shaning uchun agar qaysidir ota-onalar yaxshi bilmasa, tushunmasa, misol uchun o'sha boshida mendan o'zligisi buni so'rashardi. Hozir bizda shu agar bizani любой filialga kelishsa, bu yerda anaqalar bor, mentorlar bor. Mentorlar hammasi dasturlash sohasida tajribaga ega, ota-onalarni barcha qiziqqan savollariga javob berishligi mumkin. Yana ikkinchisi bu qarash kerak, ota-ona bu yerda darslar qanaqa formatda o'tiladi? Albatta. Chunki ko'p joylarda darslar juda zerkarli bo'ladi. Ya'ni ustoz o'tirib oladi, o'zini ishini qilib o'tiradi, bolalarga nimadir qanaqadir vazifa berib qo'yadi.
bo'ldi shu bilan. bunaqa keyslar juda ko'p. O'zimni qarindoshlarim orasida ham, masalan, mani bitta jiyanim 5 yil matematikaga borgan. Lekin misol uchun Olim bo'lganmi? 5 yildan keyin gaplashsam to'liq hech narsani o'rganmabdi. Repetitorga faqat borib kelaveribdi. Ya'ni Faqat IT'da emas, boshqa joylarda ham xuddi shu. Ingliz tilida ham, ya'ni bolam qayoqqadir boryapti degan narsa bo'lishi kerak emas ota-onalarda. Ota-ona o'zi bilib, tushunib, bolani qiziqishini eshitib, bolani tinglab berish kerak. O'sha bola qayoqqa xohlayapti. Agar bola qayoqqa xohlashini bilmasa, ota-ona har xil joyga berib ko'rish kerak. Qatdan ko'proq effekt ko'radi. O'shanga qarab, o'shani davom ettiradi. Va buni qancha vaqtli boshlasa, shuncha yaxshi. Shunaqa. 9-sinfni bitirayotganda qani yurchi endi repetitorga boramiz emasda. Oldin shunaqa biz o'qigan paytda shunaqa edi. To'g'ri gapingiz. Men yana дополнение qilmoqchi edim. Qo'shimcha, siz programma jihatidan yaxshi bilasiz. Men qo'shimcha qilmoqchi edim, mentorlarni o'quv sentrlari, o'quv markazlari tanlayotganda mentorlarga, ya'ni o'qituvchilarga ahamiyatliroq bo'lishlarini, o'quv metodikasi qanaqa tuzilgan, ahamiyatliroq bo'lishlarini, ya'ni qanaqa qilib, men IT'ni bilmasam qanaqa bila olaman. Prosta chetda o'tirib kuzatish o'zi kifoya. Masalan, bizning darslarimiz 70% soft skill, 30% hard skillga asoslangan. Shu konsepsiyada o'tiladi. Chunki biz kasb bermaymiz bolaga, biz bilim beramiz. Bolani o'sha kasbga qiziq bo'layotgan, endi boshlanayotgan qiziqishini o'ldirib qo'ymasligimiz kerak deb shu yo'nalishda biz pedagoglarimizdan tayyorlaymiz. Shu tomondan ham inobatga olishlari kerak ota-onalar deb o'ylayman. Muhammad Bobur degan mentorimizni darslariga dars tahlil qilgani kirganman-da. Zo'rg'a o'tiribman, yoqmayapti hech narsa. Bitta bola chiqib, 14mi, 13 yoshli bola, ota ismida даже Murodil degan bola, gapirib beryapti nimalarnidir. Birinchi kodlarni gapirdi, tushunmadim. Keyin tanish narsa chiqib qoldi. Nima ekan deb qarasam, Maxway Plus fast food o'shani saytini duplikati, ya'ni kopiyasini qilibdi. Knopkalar bundoq kirsa ishlayapti. Men o'shanda savol berdim, shuni o'zing qildingmi? Yo'q, tayyor saytni ochib ko'rsatyapsanmi desam, yo'q, o'zim qildim deyapti. Qanchada qilding desam, 1 haftada deyapti. Qanchadan beri o'qiysan desam, 6 oydan beri o'qiyman. 6 oyda shunaqa sayt qila oldingmi deyapman-da. Keyin Muhammad Bobur aytayotdilar-da, hozir yana ham yaxshi ishlamaydi knopkalar deganlarida, meni og'zim ochilib qoldi. Mana ITga mehrim tushib qolishiga qaysidir ma'noda o'sha bola ham sabab. 13 yoshli bola shuncha narsa qila olyapti 6 oy o'qib. Nech pulga sota oladi mana shunisini desam, $500 ga baholashgan ekan-da. Nimaga bular qila oladi? Men qila olmayman. degan esimda qolib ketgan shu narsa. Menimcha hech ham esimdan chiqmasa kerak. Aslida shunaqa Maxway saytiga o'xshagan kopiya duplikatlarni undan qimmatga ham sotsa bo'ladi, $500. Masalan, biz oddiy internet magazinni oxirgi qilib berganimiz kompaniyada, endi narxini aniq aytolmayman, 2-3 ming atrofida. Bu eng takoy oddiysi. Qanchada qilasizlar shuni? Minimalnisi. Taxminan 1 oy. Ertadan sizlarga ishga boraman. Nima qilib psixologlik qilib yuribman? Endi bu bitta anaqa zakaz, kichkina zakaz. Endi u yerda juda ko'p rasxodlar bor. U yerda masalan bitta programmist ishlaydi, uni oyligi plus ofis rasxodi, boshqaruvchilarni, sotuvchilarni bo'linib ketadi. Bizda ham misol uchun dars nega qimmat deyshadi-ku, Codecam'da masalan. Endi arzon emas, bilaman. Misol uchun endi 1 milliondan oshiq. O'shanga ham bizda sifat bor. Biz o'zimizni, ustozlarimizni hurmat qilamiz va shuning uchun ularga baland oylik beramiz. Sababi dars berish oson emas. Mani onamlar dars berganlar, ustoz bo'lganlar, shuning uchun men ustozlarni hurmat qilaman. Va undan tashqari bizda hamma protsesslar, jarayonlar sifatli bo'lishi uchun biz juda ko'p pul sarflaymiz. O'shanga ham kurslarimizning narxi qimmat. Aslida, misol uchun biz pul topmoqchi bo'lsak, agar biznes qilmoqchi bo'lsak, bundan qimmat qilishimiz kerak narxi. No, biz bu yerda nima deydi, qanaqadir yaxshi narsa qilaylik,
mayli pul kamroq topsak ham ko'proq foydasi tegsin degan maqsadda o'zi qilyapti. Xo'p. Yana bitta juda qiziqtirgan savollardan ITni yo'nalishlari juda ko'p. Oxirgi 5 yil, kelayotgan 5 yil ichida qaysi yo'nalishga talab juda ko'p bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi 5 yilda eng talabi yuqori bo'lgan texnologiya bu sun'iy intellekt bo'ladi, ya'ni jadal o'sib kelayotgan texnologiyalardan biri. Va o'zi dasturlashni evolyutsiyasini qarasak, dasturlash evolyutsiyasi shu boshida faqat veb dasturlash bo'lgan bo'lsa, misol uchun endi umuman o'tmishga qarasak, oldin kompyuterlarni ichki programmalari exe fayllar, misol uchun Windows operatsion tizim, Apple operatsion tizimlar shakllangan birinchi, undan keyin veb dasturlash mana paydo bo'lgandan keyin hozir уже veb dasturlashda dasturlarni qiymati unaqa baland baholanmayapti. Ko'proq dasturlarni, ya'ni dasturni o'zi hech narsa bermaydi. Hozir ya'ni sun'iy intellektdan foydalanib odamni ishini o'zi yengil qilib beradigan dasturlarga talab qarab ketmoqda. Va bizda ham o'sha o'quv dasturimizda veb dasturlashga biz sun'iy intellektni ham qo'shib beramiz. Va programmada bolalar qolishsa o'sha aynan sun'iy intellekt ishlatilingan dasturlardan foydalanishga ham biz o'zimizning dastur bo'yicha oxirida buni ham yo'lga qo'yish planda bor. Hali dasturni ichida qo'llash yo'q, sun'iy intellektni alohida va dasturlashni beramiz. Va bizning planda bor o'sha sun'iy intellektdan foydalanadigan dasturlarni ham o'quvchilarga qilishni o'rgatish. Unda yana ham aytishniklarning ishi osonlashib ketar ekanda. Shunaqa. Точно ITga o'tarkanman. Shunaqa. Xo'p, O'zbekiston dasturlash bo'yicha orqadami? To'g'risi men O'zbekistonni dasturlashdagi o'rnini bilmayman. O'zi qanaqa o'rni bormi o'zi? Yo'q, o'zi men davlatlarning o'rnini bilmayman. Misol uchun Amerika 1, Rossiya 2 yoki yo'q deyolmayman. Qancha orqadamiz Amerikadan? Rossiyadan 5-6 yilga orqada bo'lsa kerak. Rossiyadan shu 5-10 yil atrofida, Qozog'istondan ham 2-3 yil orqada. Endi bu meni shaxsiy fikrim, bu hech qayerda yozilmagan narsa. Ya'ni kimdir yaxshiroq bo'lishi ham mumkin. Amerikadan bir 10 yil bo'lsa kerak. 2000-yillarda programmalar o'zi Yevropada bo'lgan. Masalan, bizda hozir qilinayotgan programmalar o'sha chet davlatlarida o'sha 10-15 yil oldin qilingan dasturlar ham bor. Ya'ni bu texnologiya bizning bozorga endi kiryapti, ularda o'sha bundan oldindan foydalanishgan. Shunaqa. Masalan, MyGov'da hozir kirib qarasam, o'sha pensiyam qancha yig'ilayotgani yozilayotgan ekanda. Bu narsani men 2011-12-yilda Hindistonda o'qib yurganimda o'qituvchilarimda ko'rgandim-da. Siz endi ko'ryapsiz. Bizda endi mana chiqdi. Даже menda pensionni knishkam bor-da. O'sha hozir atmen bo'lgan, bunaqalarni qo'lda sanoqli hozirgilarda yo'q. Misol uchun pensionni knishkam bor. Ishga birinchi kirganimda menga berishgan Xalq bankida. Yana yozishadi-yu, orasi uzilib qolishi kerak emas buni. Ketma-ket bo'lishi kerak staji. Shunaqa. O'sha hozir o'sha musor bo'lib qoldi. Chunki hammasi onlaynga o'tyapti. Muzeyga qo'yib qo'yamiz. Shunaqa. Hozir yaxshi aytdingiz, hammasi onlayn bo'lib boryapti. Pasportni ham o'sha onlayn oladigan qilishsa yaxshi bo'lishardi. Ana kuni Zagram pasport, qizlarimga Zagram pasport olaman deb, menimcha 3-4 soatimni yo'qotdim-da. Tezroq bizning o'quvchilar chiqib bittani o'qib berishsa, sayt. Shunaqa. Onlayn deganingizda, onlayn platformalar, o'quv dasturlari eslab qoldim. Qanchalik samarali? O'zi ishonish kerakmi, ishonsa bo'ladimi? Onlayn platformalar, onlayn o'quv dasturlari deganda shu ta'lim beruvchi onlayn platformalarni aytyapsizmi? Endi ularni kategoriyasi ham bor. Misol uchun, endi bizda kurslar qayerda bor deb qarash kerak. Misol uchun, siz onlayn ta'lim olmoqchisiz. Sizda nima variantlaringiz bor? Bepul YouTube bor. YouTube'ga kirib qarashingiz mumkin. Endi o'zbek tilida ham kontentlar hozir paydo bo'lgan, bemalol kirib qarashingiz mumkin.
lekin chet tillarida уже anchadan beri bor. Misol uchun men dasturlashni o'rganayotganimda ham Rossiyada 5-10 yil oldin chiqqan videolardan o'rganganman. Ya'ni ular o'sha payt videolar chiqargan, bizankilar endi chiqaryapti. Ya'ni bu yerda ham solishtirsangiz, hop, YouTube bepul, lekin YouTube minuslari nima? O'tdagi avtori o'sha avtor haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lmaysiz, ya'ni u aslida pedagogmi, ya'ni yaxshi formatda sizga beryaptimi, tushuntiryaptimi, kerakli ma'lumotni beryaptimi, uni ketidan qaytarishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Endi bu ham baribir foydali, hech nima qilmagandan ham ko'ra kirib o'rgangan yaxshi. Yana qanaqa variantingiz bor? Pulli kurslar bor. Bular marketplacelarda qo'yiladigan pulli kurslar. Masalan, aytaylik, Udemy, Coursera, mana shunaqa platformalarda $20-30 videolarni sotib olasiz. Videolarga qarab qilasiz. Endi pullilarni yaxshi tomoni nimada? U yerda o'sha ular nega pulli? Sababi uni tajribali odamlar qilishgan, o'zini vaqtini ketkazib, o'shaning uchun ularning maqsadi kakban o'zini o'sha vaqti bo'lganiga sotish. Va undan keyingisi onlayn akademiyalar, ya'ni o'sha onlayn platformalar desa bo'ladi. Endi ish protsessi qanaqa tashkil qilinganiga ham bog'liq. Masalan, bizani Junior IT akademiyamizda biza bolaga nima kerak bo'lsa, barchasini qilib beramiz. Ota-onalar biza bilan bog'lanishsa bo'ldi. Kurs haqida ma'lumot beramiz, bolani ITga qiziqtirib beramiz, bolaga birinchi darsni o'tib kurs beramiz, platformaga dostуп beramiz. Va yana qanaqadir savollar bo'lsa, uni support mentori bo'ladi, undan so'rashi mumkin, uni kuratori bo'ladi, kurator bilan darsdan tashqaridagi mavzular bilan ham gaplashish mumkin. Ya'ni o'qish uchun barcha sharoitni tashkillashtirib beramiz. O'sha mana shu YouTube va pulli kurslardan farqi shunda. O'shanda ham narxi qimmat emas. Juda arzon deb o'ylayman. Rasman bizning sistemamizda nima yoqadi? 8-9-12 yoshgacha bola bitta joyda o'tirib uzoq ko'rolmaydi hech narsani, videolarni. YouTube bilan farqimiz, pulli kurslar bilan farqimiz bizda menimcha O'zbekistonda bitta bo'lsa kerak. Birinchi va yagona one and only degan deydi-yu. Mikroobучение sistemasini qo'llaganmiz. Videolarimiz qisqa bolani diqqatini ushlab turish uchun. Onlayn kurslar ham qanchalik samarali? Foydalimi yo bu prosta vaqtini bekor ketkazmasligi uchunmi? O'zi onlayn kursga qanaqa qarashga bog'liq. Ko'pchilik onlayn kurs deganda onlayn kurs menga qulay deydida, e'tibor qaratmaydi kursga. Endi bu masalan ularga anaqa berish kerak, savol berish kerak. Siz offlayn kursga borganingizda shunga vaqt ajratib, fokusingizni jamlab borasiz, o'tirib, keyin qaytib kelasiz. Onlayn ham xuddi shu, faqat borishingiz shart emas. Dars paytida fokusingizni jamlab o'tirishingiz kerak. Ya'ni bolaga sharoit yaratib berish kerak. Ota-onani bu vazifasi bo'ladi. O'sha bizani onlayn kurslarda, ya'ni bola xotirjam bitta joyda o'tirib, o'rganib, ma'lumot olib, kerak bo'lsa ota-onasi agar oldida bo'lsa, undan ham yaxshi, ya'ni unga yordam berib, o'shandagina onlayn dars samarali bo'ladi. Lekin onlayn darsga qanaqadir anaqa endi masalan bo'sh vaqtingda borib qaragan, o'qib kelgan desa, u уже effekt bo'lmaydi undan. Offlayndagi xuddi baravar серьезно относиться qilish kerak. Qulayligi faqat borib o'tirish shart emas, xohlagan joydan o'qisa bo'ladi. Qulayliklar juda ko'p. Oson narsani qadri kam bo'ladi deyshadi-yu. Shunaqa. Shungadir. O'zbekistonda menimcha borib maktab tizimlari ham onlaynga o'tsa kerak, как Rossiyadagi. Hozir Rossiyadan 5 yil orqadamiz menimcha. Rossiyada уже onlayn maktablar bor. Shunaqa. Qanchalik ta'limga bu yordam beradi? Onlayn maktablar bo'lishi bu juda yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni bu ta'lim evolyutsiyasi, ya'ni ta'lim o'sha o'sib ketmoqda. Ta'limning har xil shakllari paydo bo'lgan. Masalan, oldin o'yin bilan ta'limni qo'shib beradigan narsalar bo'lmagan. Hozir o'sha paydo bo'lyapti. O'yinlarni o'zi ta'lim beradigan darajaga chiqqan va undan qarab o'sha o'sib siz aytgandek, o'sha keyingi etapga ham o'tyapti ta'lim. Codicamp bilan Junior IT akademiyani farqi nima? O'zi biz boshida ochganimizda o'sha aytgandek
kattalarga qilib ochganmiz, keyin uni bizni maktab yoshidagi bolalarga o'girdik. Va bu format bizada offline edi. Bizada xohish bo'lardi buni onlayn qilish. Kattalar uchun onlayn platformamiz ham bor edi o'sha payt. Ya'ni uni ham bizni bolalarga o'girib, o'zi bilsangiz, bizani IT akademiyalarimizda, filiallarimizda sharoit juda yaxshi. Juda yaxshi va endi bizada resurs tomonlama cheklov bor. Ya'ni bunga mablag' kerak, kengayish uchun, o'sish uchun vaqt kerak. Va bizada maqsad bo'lgan ko'proq bola buni o'qishi kerakligi haqida va Toshkentga kela olmaydigan odamlarga ham как бы IT ni o'rgatish maqsad bo'lgan. Imkoniyati cheklangan va shuning uchun bizada o'sha bu narsani onlaynini ham tashkillashtirganmiz. Agar Toshkentda bo'lishsa offline kelishligingiz mumkin. Boshqa joylardan esa, ya'ni onlayn tarzda hozirgi paytda o'zi bilishim bo'yicha bizada juda ko'p mamlakatlardan, Amerikadan, 15 tacha, Yevropadan, Germaniyadan, Koreyadan shunaqa mentorlarimiz o'sha ingliz tilida dars o'tishyapti. O'zi Codicam bo'yicha bizada planda bor, anaqalarga ham chiqish, viloyatlarga chiqish va undan tashqari boshqa davlatlarga ham chiqish, chet davlatlarga ham chiqish. Codicam va junior bilan protsessda уже.